O'zbekiston terma jamoasi Kanadaga qarshi bahsda mag'lubiyatga uchradi. Tarixda ilk bor start oladigan jahon chempionati final bosqichiga jiddiy hozirlik ko'rayotgan O'zbekiston terma jamoasi okean ortida o'zining dastlabki sinov nazorat uchrashuvini o'tkazdi. Italiyalik mashhur mutaxassis Fabio Cannavaro boshchiligidagi O'zbekiston milliy terma jamoasi Shimoliy Amerikaning kuchli vakili Kanada terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi. Shiddatli va kurashlarga boy o'tgan mazkur bahsda O'zbekiston raqibga 0-2 hisobda imkoniyatni boy berib qo'yishdi. Birinchi bo'limda har ikki jamoa tarkibida keskinlik kuzatilgan bo'lsa-da, hisob ochilmadi. Ikkinchi bo'limda esa mezbonlar vaziyatlardan unumli foydalanishdi. O'yinning ilk 8-daqiqasida Jonathan Osorio kanadaliklarni oldinga olib chiqqan bo'lsa, uchrashuvga qo'shib berilgan daqiqalarda, ya'ni 91-daqiqada Jayden Nelson oradagi farqni ikkitaga oshirib, bahsga yakuniy nuqtani qo'ydi. Qayd etish lozimki, uchrashuv davomida O'zbekiston hisobni tenglashtirish va raqib darvozasini ishg'ol etish uchun bir nechta o'ta xavfli vaziyatlar yaratishdi. Biroq yakuniy zarbada aniqlik yetishmadi. Garchi ilk nazorat uchrashuvida mag'lubiyat kuzatilgan bo'lsa-da, bu kabi kuchli raqiblar bilan o'yinlar murabbiylar shtabiga kamchiliklar ustida ishlash va tarkibni mundialga yanada chidamli tarzda shakllantirish uchun juda muhim xulosalarni beradi. Terma jamoa navbatdagi jiddiy imtihonni joriy yilning 8-iyun kuni dunyo grandlaridan biri Niderlandiya milliy terma jamoasiga qarshi o'tkazadi. O'zbekistonga bo'lajak uchrashuvda chiroyli o'yin va zafarlar tilab qolamiz.